Melinda Naji Abonji. Kabutarlar baland uchadi. Shveysariyalik taniqli adiba Melinda Naji Abonji qalamiga mansub ushbu asar bugungi kunning dolzarb muammolaridan bo'lgan muhojirlik va migratsiya mavzulariga bag'ishlangan. Asar Syurix Adliya va ichki ishlar departamenti, Shveysariyaning Prohelvitina va Germaniyaning Robert Bosch jamg'armalari grantlari bilan taqdirlangan va jahonning ko'pgina tillariga tarjima qilingan. Unda vengriyalik bir oilaning musofir yurtda chekkan mashaqqatlari qalamga olingan. Oila a'zolari Shveysariyaga ko'chib borib, u yerda yangi hayot boshlash yo'lida katta qiyinchiliklarni boshidan kechiradilar. Hayot qozonida qaynab toblanadilar. Vatanidan olisda yashab, yurt qadrining nechog'liq ekanini his etib, har qadamda vatan sog'inchi bilan umr kechirgan bu oila a'zolari qiyinchiliklarni mardonavar yengib, xalqiga, yurtiga, ona tiliga, urf-odat va an'analariga sodiq qolganlari muallif tomonidan mahorat bilan ochib beriladi va shu boisdan ham mazkur qissa katta qiziqish va hayajon bilan o'qiladi.